günler idi. Şu yılın dastlabki yaz günleri kompozitorlar ikkimiz naqshi usul ömürüge yana artist elish uchun Tianshan atroflarga bordik. Bepoyon bu zaminda mana shunday bir qizning borligi xiyolimga kelmabdi ekan. Sen pek mi çıraylıkçım? Afsuski, korlakta. Ağzını yoğanlara. Oldu. O bizi bir uslan atarsın. Su uçurumuzda çarpıp yaptık. Biraz demir olaylı. Uslan atayın adam. Oynat verin. Ne degen çıraylık oynakat? Kim ödünü günü oldu? Hıdritanın özü. Çiğnenizden toydunuz mu? Keçirin yigit, maşinanızı çıkıvasak yapamayız. Kızkensiz de, siz koltukta. Yine bir gel çok güzel. Bayınan siz ne? Jigit bitin de pattı mı? O dinle durunlar. Üstlerine alırken mi dok? İki bitimizge tayanmaktan başka amal yok. Bana eli. Boş orun bakken ko, çıkıvağa ne bulattı? Boş orun tozu mu, çıkırvamıgını karmamdıgan? Onun üstüge lömlem orundukken dok, tozu rahat. Bizim təliyimiz çıkmadı. Eğer şoför oğul balı boğan bolsa, çokum çıkır alattı da. Ulan paranlaş kaçman ayli. İhtiyarınız. Hürriyet, maşin taktın. Makul. Kızlar, maşin taktı de. Xudanın bizge rəhmi kepti. Kızcaklar, maşına çıkınlar. Kandak. Mahire. Undaysa. Nakşı etipegine. Nakşı etipir adaş, nakşı. Mahire, nakşı günüzden etipegine yumuk yaptı. Mahire. Bu isim nimi degencik? Mayra nakşı etipegine neymiş nezdeyi nakşıraylıklığını kınmadı. İsminiz Mahire mi? Neçe kirdiniz? Yıl örülse o yettik kirme. Uyunuz kayada. Ben de pirey. Üy şehirde. Onun dadısı bilen, menin dadam ağine. O nakşı etişka bek usta. Ağazı xuddi bulbuldek. Bul. Nakşı eytalısın, eytamısın, iş kılıp hemisi bulbulken. İşenmemsiz, eğer dadısı koşulğanız o allaqaçan şəhərlik sanat öngünün ertisi boğan bulatdı. Ertisi bulamığınız ne, dadınızdan kördükensiz de. Yok, ben onundan görmeyme. Dadam bana bek amrak. Ben fakat nakşı etip ısıl oynaşqa heves kılıme. Kızcaklar. Sizler neymiş kılısızlar? Ben ormancılık meydanının işçisi. Ben başlangıç mektep okutçusu. Ben prikazcık. Ben buğaldır. Ben bu ormancılık meydanının işçisi. Mence, tağda hefelersi bakımın.
O yakında o'ttir maktabni bitirdi. Hozirda biz bilan birga bizning uyda mehmon bo'lib turadi. Fatimani uyinglarda yana kimlar bor? Opam, akam, acham, ukam singlim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Mayra. Her ikkinlarning ismi Mayra ekanda. Yana bir Mayra. Biroq men bulbul emas. Sizning uyingiz nerede? Taqchoqda, ahbulatlarni aylab turgan joyda. Endi o bulbulning sayrishini anglab baqsam bo'lar. Yo'q, anglamaydi. Hey, qizlar! Qaranglar, shu doirimiz kelib qoldik. Seni tabavar qo'shlar, rahmat. Acha, xo'sh amsa, xo'sh. Yuri. Acha, xo'sh. Cho'qim ko'rishimiz. Mahira. Ha, bu yerning manzarasi nimligan go'zal. Biroz dam olaylik. Bo'ladi. Aminata, biz ko'zimizni yumraylik. Ma'qul. Ajabmi muzdakina. Onun naqsi. Nur. Anladınız mı? Çoxum heliqi Mayra aytqan. Bu ovoz haqiqatan yiqimliqkan. Biroq, shu Mayraning ovozi ekanligiga qanday ishonch qila olasiz? Dal o'zi. Cho'qim shu Mayraning ovozi. Nima bo'ldingiz? Uning ismi Mayra bo'lganligi uchunmi? Shuncha egizam jiroqlarda tursa. Bu qizdan alohida bir xil qobiliyat sizilib turdi. Biz uni tepib imtihon qatnashtiraylik. Yo'ldosh! Haqning adresi qayer? Nima dedingiz? Gapingizni faqat anglayapmidingiz? Bu yo'l bilan nega bog'liq bo'ldi? Qo'yasizlar, mehmon qilib bog'liq bo'ladi. Birodarlar, ezib qolgan o'xshamabsizlar. Men aytib beray. Bu yo'l bilan sayohatchilar mehmonxonasi bilan o'rmonchilik maydoniga bog'liq bo'ladi. Shu bormoqchi bo'lsanglar, mana men boshlab beray. Bu yigitni avvar qilmanglar. U hozir o'z to'yini kutib turyotdi. Qizchaq, jiring. Rahmat sizga, Shakir. Arzimaydi. Hey Shakir. İsmimni chaqiring. Mening ismim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. Ishchi sirtqi artistman. İsmim Nuriyet. Bugun yo'l boshlab berganingizga rahmat. Emin Niyaz Shakir. Adabsizlik bilan so'rab baqay. Siz qaysi yil tug'ilgan? 62-yil 5-oyda qandaq? Mana emasmi? Men taxsizli 2 oylik cho'nkanman. Bo'pti, Emin Niyaz aka. At kunga yakshanba bizga yo'l boshlab bera olamsiz? Bu yerga tunji qatim kelishim. Albatta bo'ladi. Sizlar naqshusul o'migidan o'taymi?
Qandaq deysiz? Sizga qarab da'vat emas. Nemishqa? Demoqchimanki, shopirlarimiz sizga o'xshash chiroyli bo'lsa, Sizmi xeyli kelishgan yigitkansiz-ku. zangli qilmang. Yaxshilikni bilmaydi ekansiz. Ayting, sizningcha meni taqdirqim rastli bo'lamdi ekan. Ko'zimning o'tkirligiga ishonmayapsiz? Andaqda sizningcha men, O'zim qo'yib turing. Ma'qul. Bir oyingni. Kechayman. To'xtang. Siz go'sh qiz kinosiga rajiga o'xshatgansiz. Rostmi? Yaxshi. Onasim bor endi. Men burli aynakka qarab o'zimni rajiga o'xshatish ekanman. Ammo ba'zida biroq siz birinchi qator sezib oldingiz. Bu yaxshilar. Chiqqan bo'ling. Bo'ldi. Sizning oq qoshiringiz, yana ko'zingizning quyrug'i ozroq joyida emas ekan. Shundaqdir. Buning mening nima amolim? Mushundaq tug'ilgan tursa. Biroq mening bu kamchiliklarimni boshqalar sezmagandi. Asosiyatini aytgan yaxshi. Sizning rasmiy artist bo'la olamanmi? O'yinni pekishqa bo'ladi. Nayt yaxshi. Birlashim ko'ngilga chiqa, albatta bo'ladi. Biroq bir shart, ikkinglarni o'yin ko'rsatibsizlar. Mush fursatda ko'pchilikni ko'rib olsin. Imen, bugun oqshom ko'l bo'yidagi shipangda Urumchi naqshi usuli o'rniga kelgan bu ikki nafar san'atkor bilan birlashib ko'nglashmoqchi. Sizlar vaqtni ching tutib, bir qancha numar tayyorlanglar. Bo'ladi. To'xta. Radio o'zini o'qtirib qo'ygin, Cho'qim o'rinlayman. Salomatligingiz yaxshi emas. Bir kun mashinada o'tirib, charchadingiz. Ko'ngil yig'inini atiga qoldiraylik. Ehtimol u ati ketib qolar. Kim? Heliqqa naqsh ayta oladigan mahiratchi. Jirim. Yil bo'ldi. Har qatim girim qig'inida u ana shundoq. Haqiqatan kishining ishi terildi. Kechiring, yo'ldoshlar. Dilim pek munosib bo'lib ketibdi. Ishonamanki, u cho'qim tepiladi. Siz bu qatim kelmay, umak boshlig'i G'opirning nasihatiga quloq silib, qizingizni Qashqar tarafga berib izlasangiz bo'ladi. Artist tanlag'ach turmush o'gindigan fursatni qo'ldan bersam bo'lamdi. Navbatdagi naqsh usul nomerlarimizda yangilikdan, jonliq emas. Davlat bayramidagi o'yinimizda yosh artistlarni sahnaga chiqishni o'ylayman. Jiring. Eğer mening o'ylaganlarimni xato deb qarmasangiz, meni qo'llashingizni umid qilaman. Bugun uchratgan heliqi Mohirada bir xil xususiyat bor. U balkim istiqboli va san'atkorlardan bo'lib chiqishi mumkin. Shu qizmi? Aslida ustichkanda. Ay, usul o'ynashdan ona o'xshab ketar ekan. Niyat gaplarni qilgansan, men nima etdim? Dadam artist bo'lishim qo'shilgan bo'lsa, undan ish pishatdim. Qarg'ina, nimalarda o'tdi?
Gör. Neymiş kadın? Üzerime düşünmeyim. O kızını görsem la, kalbim hayacanla doludu. Onun ismimi Mahire boğalığı üşümeye. Mahire. Benim umak Mahire. Yoldaş doktor, bugün ıslayınıgan açamgı berip koyun. Onu izdemsizler. O demamıdı. Hazır imtihan oluvatıdı. Sizler mi kirip görünler? Kirip göreli. Yok, sen kirgin, ben kirmeyme. Siz mi kirip bir numara uğurlap vermemsiz? Yok, bilmeyme. O bilidi. Onun bähmi artist boğusu var. Bırak, onun bari qattiqtadı sen. Kim o gaybitimli kılıvatkan? Ha? Ben size demedim. Siz ne taktınlardı? Meyli kimni demen la, dünyada bağırı kattıkta diyor. Bilen misler? Bana kızım, hak çıkaylı. Apanı böldürgen terip apanmak için koyuyor. Bak, tağdaki böldürgenler bekmiyor kan. Açık küçük, temi, intihar yaşlı. Bu kızıksız gitken. Bizge mana mushunda qiziqchi artistlar kerak. Maqsuda. Emin, sizlarni qabul qildim. Köpçülük vakalten seni tebrikleymen. Sizimi tebrikleymen. Muborak bo'lsin Rajo. Meni tanlab ko'rsatganingizga rahmat. Jiro. Bo'ldi, bizga xolis yo'l boshlig'ichi bo'lsangiz qandaq? Bo'ladi. Yo'ldan hargiz ezib qolmaysizlar. Bu gulni kim avatibdi? 2 nafar qizchaq. Sizga kutibdi. Bu kimlar ekan? Birisining ismi Mahira ekan. Mahira. O bu yer kirsin. Kiring desam unimidi. Keyin dadisi kelib taqib ketdi. Fan doktor, sizni birisi chaqiryotidi. Men chiqib boqay.
Bu gepçi nakşı ayta alaydigan heliqi Mahira ketmepti-de. Biz onu izlep tepişimiz gerek. Aşı kız sizni meptun kılıvaptı. Ken ketken bu tağlık rayonunda onu nereden tapınız? Hı? Aminim elim, ben tip geleyim. Makanidur tağlar arası. Taşın taşka oynaydı tekrep, oynaydı tekrep. Titikinakiyi palısı, köpkök tağlar yürek parısı. Güzel yar Kızım Mahir'e tek çıkaytıp gelmeydi o. Menin kızım Mahire mi tek çıkaytıp gelmeydi o. Mahire! Mahire! Hay Mahire! Mahire! Seni ahır taptım o Mahire. Oy. Karın dada, niye yaxşı böldürgen ha? Hayır, il ölüm. Apağının duasını aldığım oldu. Maşına ölgüreme kamalayına. Cürünla. Canım, makul. Hazır müşahede ağızlık otattı. Hiç kim yok o. Öyle adam var mı? Yollar, yollar. Ne oldu? Oğri! Oğri! Hem de kaç gidemez. Ne uğramaz, işte işitin değil mi? Ne uğramaz, işte işitin. Kapsıma! Dadam kesse, hep adını vermese. Ne uğramaz, birisini izlep gelgen. İşte koku kırma kattım. Beni aldayanmaysa, Aldım mı, raskep kovdu mu? kimini izdeydim? Bir kızını, belki sizdi. Mine? Sizin isminiz Mahire mi? He. Mahire, sizni ağır tapdım. Çaka içine için, için. Sizge yetkizdiğen hoş haber var. Çaka için. Çaka Nima da qilasiz? Cürüm değil mi? Tutunmayman. Mamam. Qo'yidim. Qo'yidim. Kolunu tut. Dada. Humpar. Nima qilmoq? Men yaxshi. Ay, manga o'g'il musun? Ay, manga o'g'il musun? Yaxshi odammish dexe. Seni törekib bağlayıp etip sözleşmişsen. Ha? Tağ bağırdı bir aylık ba. Qaranglar. Ay tağa, bunca küçüp gitmesiniz boludu. Boşurak bağlan. Ben sizin kızınızı izlep kelgen. Oca, kızım. Seni tanımaydı. Oca, tağa boşurak. Mahire, ağır etti, boştu sana. Kapsıma. Yeni vakırsan üstüne qo'yitme. Yo'lla. Alex. Tağlıqlar mehman dost keledi. Bu yerda bir az damalayli. Shunda qilaylik. Qani, kirayli. Imen çalca. Imen? Ha, nim bo'ldingiz? Chaqani ag'amchir boshdidim. Ha.
Bu Tanışkensizlar-da, uqishmaslik bo'pti. Kechirgaysizlar. imen, bu yerga qanday kelib qoldingiz? Mahiraniz debchi. Yo'q, u emas. Men ismim Mayra. Bu gapcha o'tgan kuni tog'da naqsh etgan sizkansizda. U kun naqsh etgan shaharlik Mayra. Siz tatınmang. Bayra taksizning naqsh etganingizni angladim. Mening shahardagi do'stim Mayrani izlab kelsa-da, Pexiylilar dadam bilan ikkimiz ularni shaharga qo'yib keldik. Shunda qoldi. Ey kimin? Astara qaydan? Xotirjam bo'ling. Men birinchi darajalik aravakash. Ey yo'ldosh, yo'lni bo'shda. Nima deysiz? Men yo'lni to'sibsiz. Naqshdan shavatqinimni ko'rmadingmi? Mava qerning holiga vaqmay motosikletga o'ltirilib naqshdan shab ketganini texi. İxtiyorim, kar olmasın. Motosiklet ne deb chatga chiqib qo'ying. O'ltirishni bilaman, haydashni bilmayman. Bu kimninki? Bajamning. Bajam? Nima o bajam degan? U mening xotinimning singlisining eri. Xutoma. Nimanchi murakkab gap bu? Mayli. Bey müşteri, onun körevat ketkenini. Öz baksın çok, sen bile hiçbir şey ettin. Aka, ula kimke? Mayli, ulan ne uçup gidelim. Bu bir tanışlı külke avazı. Kavap degan shu, aka qo'yning kavapi, berri kavap degan shu. Kasa. Kasa. Kavap degan shu, aka qo'yning kavapi, berri kavap degan shu. Kasa. Kilisler mimarlar kilisler. Sakın yapasla. Şekerde tavuk gel. Kızcakını gördünüz mü? Qora ko'ylakli yog'inmi? Bozor tarafga ketdi. Amin muallim. Emin, naqshi aytgan qizni topayli. O helilimi shari turgandi. Birdamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Aldırma. Bulut qıtığı möküngen oymu aman özünü göstürdü. Mana bu yoq o'rta maktab o'qituvchisi, ataqli xalq usulchisi Yo'ldosh Rezvan bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganligim uchun mayt xushalman. Rahmat sizga. Meningcha sizni imtihon qatnashing. Yo'q, vaqtim o'tdi. 30 necha kirib qoldim. Men sizlarga bir turkum yoshlarni tanishtiray. Rahmat sizga. Men sizning mahir usulchi ekanligingizni burunli anglagandim. O'ynab turasiz. Usulimni ko'rmoqchi bo'lganligingiz men uchun cho'ng sharaf. Emin, ishlar qandayroq?
Hatırcam bulun. Çoğun küçük koçularının hemmesiga çaplab ettim. Ürümçi nakşı sol ömürge artist kubul kılken de. imtihon beraylik. Mayra, Rizvan ma'lum. Dadınızı çokum qayıl qılın. Bu ganimet fursat. Bu ketim ürümçi nakşı usul ömürge tanlayır ekan. Ha, Muallim, siz qayerlik? Qashqardan. Esimde qilishcha, yer islohida dehqonlar uyushmasining raisi meni noillik san'at o'migiga olib bergan. Shu chog'da men 12 yoshda bo'lib, rais qaytish vaqtida men tehi yig'lagandim. Hozir yurtingizda boshqa tuqqanlaringiz yo'qmi? Yo'q. Anlashimcha sizning bir qizingiz Bulbul başqalar uchun baharni chillaydi. Afsuski o'zi bahardan bahramand bo'la olmaydi. Qarshi olib, madaniyat idorasiga berib, rasmiyat etanglar. Bir necha kundan keyin imtihon elindi. Hey, sizin didiganlar bu yoqqa kelinglar. Qushqashlardek vichirilishib, mengamni yeb ketdi. Bu yaxshi ahvol. Yoshlar san'atga qiziqdi emasmi? Oladig'imiz 10 necha bo'lgandan keyin o'tir maktabga berib tanlaydi. Eyliqi Mahira nadidu? Shuncha cho'ng shaharda uni topaman deb kundali avara bo'lib yuraveramsiz. Bir kun aylanibmi, xabarni olamadik. Biroq men natijaga erishdim. Bugun anglagan eliqi naqshi ovozidan garchi go'daklik chiqib tursa-mu, yanali jaranglik kishini qoyil qila oladi. Biz uni tepib imtihon qatnashtirishimiz lozim. Tuproqdan unib chiqqan mayslar hammali yedi bor. Ularni bir-birlab parvish qilib yetishtira olamsiz. Maysa? 20 yilning oldida biz ikkimizmi maysa edik-ku. Mana endi maysa yetishtirish bizga kelganda har bir tup maysining chechaklab meva berishini umid qilmamsiz. Men u qiz bilan uchrashgan qisqagina vaqt ichida uningda alohida bir xil iqtidorning borligini sezdim. Men uni topmaguncha ko'nglim tinchimaydi. Ha, oshqorlaq qiz. Kiram. Ma'lum, yana ish bormi? Yangi bir vazifa bor. Eyliqi Mahirani davomli qizdan. Bo'ladi. Cho'qim orlayman. Endi men ketdim. To'xtang. Esingizda bo'lsinki, yana bog'liq chiqib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling. Boyman yoshlarga ati Mayra ismliklarning hammasiga o'tirib qo'yinglar. Birisi qamma kelib tizim qoldirsin deb qo'ydim. Mayra qulon ko'tagin. 1 2 3 4. Nimonchijiq. Nahayt yaxshi. Mayra ismliklarning hammasi oldiga chiqinglar. Nima qilib olsizlar? Ha? Chaqan, oldiga chiqinglar. Hey, bo'lsa. Hey, mana oldiga chiqinglar. Sen nima bo'ldi? Nima kulisizlar? Siz kulmasangiz qanday? Ha? Qanday degan gap bu? Qonboshmagan. Men xizmat qilyapman. Mundaq bo'lsin. Mayra emaslar hozir qaytib ketib, tushdan keyin kelinglar. Olamda, ammamda shu chog'da bir gap bo'lar. Bu nima deydi? Ha, nima deganingiz? Bugun men bog'u Mayra ismliklarini tizimlayman. Ketira qara. Qaranglar qanday yo'l bo'ldi. Yo'l qayday? Biz Mayra o'rnaqqa kelgan bo'lsam, nimni olib burilib Mayra qo'yil ekan.
kunni ko'rmaymiz. Bayram men bayramim. Bu yoqda turing. Sizchi? Naqsh aytaman. Bu yoqda turing. Sizchi? Usul o'ynayman. Bu yoqda turing. O'zingizchi? Hammani bilaman. Nəhayət yaxşı. O'ttirda turing. Amin muallim. Topshirig'ingizga binoan Mahira ismli qizlarning hammasini chiqdim. 10 nechtasi bor ekan. Az emas ekan. Mana bu o'ng tarafdagilar naqsh ayta oladi. Bu sol tarafdagilar usul o'ynaydi. Bu o'rtadagilar qanday ruslan. Ham naqsh ayta oladi, ham usul o'ynay oladi. Muallim, qaysi siz aytgan Imin. Ko'g'livatgan hilqi yoshlarning hammani tepib keling. Siz rostli qamlashmagan chiqibsiz. Tizimlat qilib kelganlar yo'ldosh Ominaning qimmatli mehmonlari emasmi? Muallim odatdan aytimi muloyimdi. Biroq bunday ochiqning borlig'ini soatil o'ylamabdi ekanman. Siz nima uchun uning oldida qizini so'raysiz? Nima? Yana xatolashdimmi? Yo'ldosh Ominaning kechirim ishlarini bilamsiz. Bilmayman. Sizga aytib beray, bir sizga aytmang. Chiring. Yo'ldosh Ominaga men intayin qoyil. O 24 yoshida yo'ldosh o'lib ketib, bir yoshli qiz bilan qilib, fidokorlik bilan ishlaydi. Bir necha yildan keyin u ataqliq artist bo'lib yetishib chiqadi. Uning usuli butun mamlakatda qizg'in qarshi olindi. Lekin yillik ofatli yillarda u turmga tashlandi. 4 yoshli bechora Mahira egicha qizsiz qolganda yo'ldosh Nur uni beqib oladi. Lekin Nurni Gizandalar lageriga tashlandi. Shuning bilan Mahira yana egicha qizsiz qilib, uzun o'tmay yo'qolib ketdi. Voy, bu Nurning ayoli nemishki Mahiradan xabar olmadi ekan? Nur o'lanmagan. O nemishki o'lanmagan? Aman qarang. Ular xuddi bir jup er-xotinlardek yuriydi ekan, ha? Men da'vatsiz. Amaliyot yo'ldosh Nurning yo'ldosh Ominani chin dildan yaxshi ko'rdiganligini ko'pchilik biladi. Yurakda saqlangan ishqi muhabbatni izhor qilmoq haqiqatan qiyin-da. Andaqda mening sizga bo'lgan muhabbatimni qanday izhor qilsam bo'lar? Yo'q, ulan xiyollarni qilmay, yaxshi o'rganib, sizni tanlab ko'rsatganim javob qaytaring. Bo'ladi. Cho'qim kutgan yeringizdan chiqaman. Buni ketib beqing. Qalbimdagi muhabbat ushqining yolqinjig'iniga 10 necha yil bo'lganligini kim biladi? Nurjon, sizni tushunaman. Yurakdagi jarohatning saqayishi uchun vaqt kerak. Men Amina, Mahira sizning yurak bag'ringiz. U sizgimi kerak, menga kerak? Ishiningki hamon bir kuni bizning Mahiramiz u cho'qim biz bilan bir bo'ladi. Kiram. kimni izlaysiz? İsmim Kamil. Mundaq ish. Sizlarning bu yerga artist tanlig'iga kelganligingni anglab, intayin xo'shal bo'ldim. O'zingizdan tizimli tanitdingiz. Yo'q. Albatta o'zim emas. Men birisini boshlab kelgandim. Güzel, kiring.
Bu mening xotinim. Yo'q. Ayolim. Sizlarni aldamayman. Ayolim kichik edilla usul o'ynashga amroq bo'lib, uning usuli, aytgan naqshi intayin yaxshi. Hozir ko'rsizlar. Kira. Bu mening o'g'lim. Tankashga tayil keldi. Oldu. Kira. Bu mening ustozim. Kel, o'tir. Qani marhamat. Yo'ldosh, kechiring, qarshilik qildim. O'g'limning yuzi turlayotganiga 4 yil bo'ldi. U artist bo'lsam deydi. Kelib tizimlasili bo'lmadimi? Bolaning dadisi yo'q, yetim. Musho birni paqlimiz bordi. Az ko'may, qabul qilsin. Bu nima qilganingiz? Acha, sog' salom olmaymiz. O'g'lingizga aytib qo'ying. U kelib, imtihon qatnashsin. Rahmat sizga. Balam, canıllahım, elley balam, benim balam, yüz karağım, elley balam, elley. Ağladım. Yürüm. Pazağa baraylı. Tez, manazır. Bir aylıksın ağla, sen de balam elley. Akşam uğrup durdu, ben de balam elley. Acha, baldırak qaytib kelim. Akşam uğrup durdu, ben de balam elley. Abba, bu nakşımız kulağımda yıkımlı anlanıdı. Kiçigimden tartıpla anlap kelattı men. Anlığan seri, anlığım kelip. Tatlık bulan cinin kuzam, elley balam elley. Bağrımda sen oynaydın, elley balam elley. Oy, yana bir yuqori ovoz qo'shildi. Müşündaq aysi yaxshi emas. Shundoq, bu bir yangi ijodiyat. Ular erkin aytadi. Ko'rib kelaylik. Men ballag'i tishtirdigan shaldamliq raqni mashinchaga olib beray. Ajab yaxshi bo'ldi. Men endi bola vaqti bo'lgan bo'ldim. Kichik do'stlar, gapimga kiringlar, ha? Ma'lum. Kichik do'stlar, jim o'tiringlar. Men sizlarga nimani aytib bersam bo'lar? Qo'ng'iroq naqshi aytib beray. Sekinna qo'ng'iroq, yig'lay senden alroq. Ketacak yerde gül, sen bilen güller her vak. Ketacak yerde gül, sen bilen güller her vak. Sekinna suatan. Mana müşahede. Siz mayli. Boyun kökke öyleydi, elge yarar her. Bir yerde ko'rgan qiz bu. Boyun kökke öyleydi. Mashin dostqonlik qildi qildi. Her zaman. Men amal qilib chiroyini ko'rib kelay. Bo'ladi. Kimler küçük qo'ng'iroq, kimler küçük suvadan. Sizlar küçük qo'ng'iroq, sizlar küçük suvadan. Sizlar küçük qo'ng'iroq, sizlar küçük suvadan. La 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 la. Hayatınız bitmiyordu. Ha?
Ahmaq dal o'zi, bulut qatiqi möküngen ay. Rostmi? Rost. Sirtdagi katsiz bolalar ekan, ular bilan karimiz bo'lmasin. Ha? Ma'qulmi? Ma'qul. Şunu emetmi? Tazi entikilip qaraydı. Hata to'lib qolmaydi gene. Amin muallimning xo'shallig'i yo'q chiqmisin. Men kirib qarab baqay. Kim? Nima qilyapsizlar? Voy, chiqsin. Yoqqa qarayapsizmi? Ha? Nima dedingiz? Men sirtim. Acha, boshqacha o'ynab qolinglar. Bu uy kimningki ekan? Biz o'yindik qiz bilan ko'rishmoqchi edik. Bu mening uyim, u mening qizim. O'ylab kiraylik. Eshik oldi tarafda. O'ylab kiraylik. Qani, yuring. Muallim, qarang. Bu uyning egisi keldi. Tinchlikmi? Qani mehmonlar, uy kiraylik. Mahira, qizim ishni ochqin. Mahira, acha. Siz kelsizda. Kelganlar xo'shalman. Sizni oxiri topdim, Mahira. Shundoq Mahira, sizni oxiri topdik. Tog'dan jimlik ketib qolibsiz. Bir necha kundan beri Amina ochig'i sizni izlab kelyapti. Tanishmisizlar? Ko'ni tanish. Ha? Qani, marhamat. Marhamat. Qani, o'ltiringlar. Yuqori chiqinglar. Qani. Acha, yelqi allay naqsni kim aytdi? Anglab qopsizlar-da? Acha, yiqimliqmikan? Opam aytgan. Qandaqroq? Bu naqshni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rma. Kichik vaqtimda opam bu naqshni aytib bermasa, argiz uxlamaydim. Bu naqshi bek yiqimliq, ha? Shunda, mayt yiqimliq ekan. Qani, choy iching. Acha, oilanglar haqiqatan san'atguzar ekan. Acha, to'g'ri aytdingiz. Dadam naqsh aytalaydi, har xil sozlarni chalalaydi, har qanday naqshlarni aytalaydi. Mahira. Ha? Bolalarni uyga akirib qo'ygin. Uxlaydigan vaqti bo'ldi. Ma'qul, opa. Bu yerning odamlari tili chiqish bilan naqsh aytalaydi. Oyog'i chiqish bilan usul o'ynayalaydi. Qani, choyga keling. Voy, bolalarning dadasi keldi. Salomat kelishga yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimlar. Teşekkürler. Bu mening singlimning yo'ldoshi bo'ldi. Urumchilik mehmonlar. Yaxshimisizlar? Ham konuşamiz. Qani, yuqori chiqaman. Aka, öyleriga usutli kirib, beadablik qildik. Kechirsizlar. Kerak yo'q. Qani baqislar, elislar. Yo'ldosh Amina, imtihon elishni boshladinglarmi? Az qoldi. Iqtidorli san'atkorlardan ko'proq elishni umid qilamiz. Xizmatimizga yaqindan yordamda bo'lasizlar. Mundaq ishmidi? Hammaga e'lon chiqarib artist olmoqchi ekansan-da. Mening o'yimda naqsh aytib, usul o'ynayalaydiganlar yo'q. Tog'a, siz bizni aldimang. Qizingiz Mahira xuddi bulbuldek sayraydi ekan. Usul o'ynashtirmag'u kapinekning o'zi. Siz bizni ko'rmidi demsiz? Sizlar nada ko'rgandinglar? Tog'a, yililarimiz ko'rdik. Aka, qizlari Mahira talantli, kam uchraydigan san'atkor ekan. Bizning qabul qilishimizga ruxsat qilsizlar. Niyatlarni yeninglar. Mening qizim artist bo'lmaydi. Men bu uni artist qilg'izmayman. Dada.
Bana nakşi etişini siz üretken, onun üstüge ustazlarını teklif kılıp usulü ettiniz. Yani bana daim hakiki bir artist bolup çıktın deyttiniz. Bırak bugünkü günde, menin artist boluşum koşulmamsız. Mağkulda, canımda da. Oğlumla aramı koymadı Allah. Ben sana istenmeyim. Yoldaş Hopur, anlatamsız. Ahval, manım şundaq. Bo'ladi. 7 ayning oxirigacha qaytib kelinglar. Davlat bayramida qo'ygan uyuq nisbatan talab yuqori. Hatırcam bulun. İmtihanını eti başlayınız. Yaxshimi? Alayli qobiliyatlarni tanlashga ahamiyat beringlar. Bir kızını tanlagan tok. İsmi Mahire. Lekin dadısı onun artist buluşu koşulmayvatıdı. Akilan. Yo'ldosh Xo'por, bu qizning san'atga bir tarafimlik qaraydigan dadısı bor ekan. Ha, ishinglarning amalga oshmasligi, tirishchanliginglarga bog'liq. Yo'ldosh Amina, boy siz Mahirani tilga oldingiz. Ah, yo'q. Qizingiz Mahiraning izlariga bormi? Yok. Yok. Bearam bo'lmang. Biz Qashqar tarafga berib davomli izlaymiz. Tepildiganligiga ishonaman. Xabar bo'lsa, sizga darhol yetkazaman. Boludu. Rahmet sizge. Şunimen kızım, sen etmi çin kalbindini söylesen, nakşa etti pusul oynay sen için kuşallap, gözgü görüngen layakatlık ertisi boluşka layık sen, bıraksının ertisi boluşun koşulanmayman, kızım, minik öçürgün. Allah'ın aksisi. Xiyalımdan gitmeydi. Beçara kızımga boğan sığınışını kalbimden çıkarıp etişke amalsızman. Canım aman göz karağın elley balam elley bir çiraylık sınavla sende balam elley akşam olup durdu
qaranglar. Qizim uxlayotqandi. Sola kesme işler! Hozirla chiqaman. Bu ne siz? Siz bu! Ve çakı bu! Siz bu değil mi? İmtihan ağıcılar az emas ki. Boshlaylik. Ha. Ha, qani. Kasbingiz nima? O'ttir maktab o'qituvchisi. Ishingiz? 33 yosh. Yo'ldosh Rezvan, o'zingiz tanlagan usulni o'ynab bering. Bo'ladi. Men sizlarga Uyg'ur xalqining klassik muzikasi 12 muqam asosida o'zgartib ishlangan tez marg'un o'ynab beray. Men tayyorlik qilib olay. Marhamat. O bu yerdagi xalq usulchisi. Qara, boshlaydi. Ha? Amin muallim. Iliqi naqsh aytolmaydigan mayra keldi. Qarayotdi. O Tatar xalq usulini bildi ekan. Bo'ladi. İmtihon qatnashsin. O'rlashtirib qo'ydim. Iliq naqsh aytolmaydigan mayra hozirgacha kelmadi. Qanday qilamiz? Keyin bir nima deyishaylik. Men bir amal qilib boqay. O qizni izdimayli. Qarang, bugun imtihonga qatnashganlar uningdan eshib tushdik. Siz bu yoqqa qanday kirib oldingiz? Kechiring. Bu mening birinchi qitim tomdan otilib tushim. Bu yaxshilik. Meni sizga gapim bor. Cho'qan bo'ling. Rostla. Tez bo'ling deyman. Tez bo'ling. Berib imtihonga qatnashing. İmtihonga? Yo'q. Qatnasholmayman. Artist bo'g'im yo'q. O'zgarmabsiz-ku. Ma ahmoqni qarang. Mushundaq fursatni ketkizib qo'yamsiz. Nima ishga qilmaysiz? Hamoqatlik qilmang. Bu sizning taqdiringiz bilan istiqbolingizni belgilaydigan imtihon. Rizvan muallimim qatnashdi. Rasman? Men sizni oldigan bo'lsam, stop ketay. Men kesib aytamanki, mushundaq paytda butun shahar bo'yicha sizga o'xshash ahmoqlik qilib uyda to'toqib o'ltirgan qizning ikkinchi birisi yo'q. Qizlarning hammasi bordimi? Albatta. Tez bo'ling. Bo'lmasa Amina muallim armonda qoladi.
Amin malum. Ha, meni shu evatdi. Öyle kılıvatkan kim o? Kim bilen gaplashıvat sen? Hiç kim bilen? Hazırlı külki avazı anlandı o. Ha, ben mi anladım? Kuşların avazı bu değil mi? Ha. Dada. Dada, sırt küçük oynap bilecek. Ürümçidin kaygeller ketkendin ki. Neye basamaydı? Oktan dada. Hey Emre, siz bulun. Sizlar atağlıq ishga artistni haydavatdilar. Ular chillapma akaga olmaydigan mehmonlardi. Tolu gap qildigan bo'p qopsa xotun. Nima uchundir heliqi artist Aminani ko'rsamla sizlar gapini qitaygan jutunlardan chiqatgan Oysham esimga keladi. Ayni vaqt kichik Oysha muaqilliq bo'lib naqsh usulga ustidi. Uni artistlikka bergan chig'imda hatto uning beshida chechimi yo'qdi. Ha, rasman. Uning ataqliq artist bo'lib ketishini kim bilsin? Mush ayol shu bositi xushal xuram holda qizini uning qo'liga topshirib bergan bo'lardim. Agar rostdan shu bo'lib qolgan bo'lsa, uyimizga akilib to'g'izib, o'z qo'lim bilan pololangdan etib beratdim. U chog'da menmo simiz qo'ydim birini so'yib, mehmon qilatim degina. Undaqda bek yaxshi bo'lardi. Nimalarni xayol qilib ketdim. Uning o'lib ketganiga 10 necha yil bo'lgan tursa. Ha? Bunda kısak bulandı. Hazır nöbet, Rıştık geldi. Mama, Bağım bolam, kan kepti. Reşit degen sizmi? Oldığırak gelin. Nimeden imtihan berisiz? Görüm kılamız qandaq? Yo'q. Kerak emas. Naqshidni imtihon beray. Nayt yaxshi. O'zingiz yaxshi ko'radigan naqshidan birini aytib bering. Yurak qalda aytding. Bo'ladi. Men g'ayrisanam operasidan bir naqsh aytib beray. Bu tamakni singlimdan balsiga olib berib kelay. Ma'qul. Sen? Tağa, siz gepimni anglab turing. Bugun ishlar to'g'ri qilmadingiz. Siz o'zni qilsangiz. O'zi tağa, tağa, urmoq dema, urmoq de. Tağa, siz ayiblik. Bugun ishda siz ayiblik. O'sil qilin, o'sil qilin, joyil qilin. Çıram. Hey, mana bu yoqda.
İnsanlar da. Otla, dedemiz gitti. Ha? Emmi qandaq qilami? Bizga ma'lum, do'sti oqimiz uxlab ketdi. Buni kiysam bo'lamdi? Bo'ldi. Sen Emcan'ın üzülü bo'ldingiz. Men chaqirmoqchi, maydondan chiqib ketma. Martimizni ko'zitib qo'ying. Shu. Jiddilashmay astoydil qila o'ylang. Muvaffaqiyat qozonolmaysiz. Men ishinim. Shu mayli, shu. Atrofga berib kelay. Yaxshi yetdingiz. Seni tabriklayman. Mundin ketar bo'lding sen, yotib yerga. Meni qo'yding ko'ylagimga, istig'imga. Mana maskerim. Ma'qul. Yig'larsan judolikni. Unutmuşlar. Neymiş bu? Siz yok. Ya. Bak seni hakikaten unutunamsız. Köymek için mi? Siz mi tanımamsız? Yok. Yarim olma sergerdan bir kıyane bakışın derdimge dermane kessem yeneklarını Tağa, bu yoq ketsiz. Tağa. Tağa, keling, o'tiring. O'tiring, tağa. Acayip yaxshi aytdi. Bul deb, mana mushu qizni desi bo'ladi. Nima ish qilsanmanmidikmi? Balkim sirtin kelgandi. O qiz kim? Nima ish qaytib keldingiz? O balkim eliga qaytdi. O keldimi? Ben berip kızını dep bulay. Sen emmin nakşisine çıkan kızını benim namım tebriklep koyun. Amine muallimge aytıp koyun. Aşk kız hakikaten kabiliyet isteyen. Ma'qul. Kızını aldap et ketken sortak bilen hadi sapışım et.
Naqshni haqiqatan yaxshi aytib Mahira! U Aşı Mahira. u haqiqatan qobiliyatga. Uni qabul qilishimiz kerak. Mübarek olsun Mahira. Mahira, sizni tabriklaymiz. Yo'qolganlar. Mahira! Bol bo'yga! Dada. Ay! Aka, kızınız hakikaten iqtidorli san'atkorkan. Uni qabul qilmasak, biz uchun afsuslanarli ish bo'ladi. Singlim qarab boqayli. Ocha. Amitkamiga gap qilib, Mahiraning berishiga unatsila. Amali va bosim. İpimge. Kızım artist olmaydı. Boludu aka. Oylanıp baksla. Bizim o bir yerden ketimiz. Hazırcı Mahire kapkasın. Obdan oylanıp, makul köygende tavşır paslim boludu. Biz bu şehirden ayrılgan günü Әмтікәмі қызының жырақ бір яге әтмаңады. Hammaçamның үйі әжет mi yıraqken? Az kaldık, aldırmığın kızım. Aldığımızdaki kazaklarının yaylığı. Rasma? He. Mening bulbulum, men bilan to'y qilishga qo'shiling. Qizni qo'yingka. Ular nima ish qilyapti? Siz bilmaysiz. Nima? Ular muhabbatlashyapti. Boshqa joydan kelgan o'xshaysiz-da. Yayloq kelib boqmaganmi? Mahire, bir yerine iş kılısız. Dadayın et geldi. Amitka, yaxshimisilar? Hey! Oxir qo'shilibsiz-da. Rahmat sizga. Men san'at umididagi barliq yo'ldoshlar nomidan sizga minnatdorlik bildiraman. Hey! Mertro, kızımla köpeğini ikenmedim. Mahire, eğitip koyay ki, ikinin biri git o. Ya men bilen öyle kay. Ya ki bomba sattı ballıktan geçip, ülük dirigenge üzerine yol. Mertro la! Adam, ben kestim. Aminim Alim, men imtihanda o'tdimmi? Ha. Xayr, xo'sh. Xo'sh.
apam bu nakşını eğitip emse, hergiz muhlumaydım. İkkinin biri gitti. Ya men bilen öyge kayt. Ya ki bombasa atı ballıktan keçip ülüktirigen gözden ilgi bol. Ne boldunuz? Yaxşı qılmadınız mı? Ettigendila, Mahireni qaytır öteyli deymen. Karşı durmaydıgan siz. Nemişke? Tağa aça, meni bir gep ketinla. Qaytmayma. Kiçigimdilla artist boluşunu oylaytdım. Köp gittim sahnede uslaynap şikayettim. Meni qabul qıldınlar. Sizlarni aran degende tapdım. Meni nemişke qaytırıp etsizlar. Qaytmayma. Meni bir gep ketinla. Çokum artist bolumu. Gep anlam. Mahire, hazırcı qaytıp durun. Arzoyunuz çokum emelge aşıdı. Dadınız azaplanğan halde ketdi. Şunu onun edisini ötküzüşümüz gerek. Kızım Mahir'e kaytıp gitti. Mahire, Apa, emdi ketmeydigansa kızım. min Amine maçam qaytırıp etti. Xudağa şükri. Aminem, ah köngül ayalken. İtina yoldaş, Amine muallim, sizlerinin rehberinlama. O bir peshqadam artist. San'at uning hayoti. U ulug'vor ishlar uchun yurak-qinini sarf qildi. Hatto turmada yetishdim o bosh tortmagan. O turmadı mı yatkanmıydı? Bilmesiniz kerak. Bulan talan vaqtida bu peshqadam san'atkor o'lim girdobdan qaytib kelgan. Ölüm girdi abidin. O neli? Qashqarliq. O kaçı yaş? 41 yosh. Onun başka ismi mi var mı? Burun qismi Oyshamkan. Biroq hozir bu ismni bildiganlar yo'q. Keçirim. Beşim biraz ağrıvadı. Dada, nim boldunuz? 52. yılı Ayşemni nailik senetimi apağınımda o tehe 12 yaşlı bulup nahigi bağandı jığlıgandı. Keyin men Kaşgar'dan 6 ayga kilip sen bilen toy kılıp mana hazır bir öylük bop kaldım. 12 ömrümge 30 yıl bop kaldı. Gittim ürümcüge bağanda onu kömüdülü mü? Yak. Çoğun heplik gezitten onun atağlık artist boğallıkını, ismini Amine'ye özgertkenlikini bildim. Onu bir kösemde köp izledim. Bazılar onu tutup gitti. 4 yaşlık bir kızı kaldı deyişti. Şu günü kişilerden Amine'nin şehrinin sırtıga hep çıkıp vurup öldürüp etkenligini, cesedin dalığa taşlıp etkenligini anlap, ertesi bir işek arabasını tepip şehrinin sırtıga berip kök çaylarını izledim. Kim oldu? Kim oldunuz kızım? Apınız nerede? Apınız kim idi? Apam artist, ismi Amine, yani bir ismi Ayşem. Daha aman apamı tepeyim. Apınızı izlemeyli. Ben sizinle öygep gideyim. Ha? Kızıp gidip suku. Bitçi arı bala. Şunda kılıp Mahire'nin öygep geldim.
Amine, Mahire'nin öz apısı ikenliki de gep yok. O tek hayat iken. Emse, bu ahvallarını yoldaş Nur'a etaylı. Hey. Olmaydı. Mahire'ni bizning bek çoğun kıygallıkımızdan Amine haber tapsa balını ektemdi. O çağda Mahire kandak mı ertisi bolalısın? Rost denla. Ehmek kutun, yığılmay. Huşal olmam sen. Et degende Mahire'ni huşal kuramlık bilen yoldaş Nur'a tapşırıp bireyli. Meni koşuldu edigin. Mahire'ye özem eytay. Usul ayrı. Acabım sıraylıkken. Bu ayakını şimdi kelgende kılıma. Bu ayağını eli vağın. İsindi bolsun ki bunu camdanı hep koy. Kişiler görüp kalmışsın. Sen hakiki artist bulup sahneye çıkıdığın çağında Makul dada. antik Ertizim başlap asas maharetini ügünüş meşgul katmışım.
Dada, abba, men sizlarga bir xo'sh xabar aytay. Cho'ng tipdagi opera Tulun oydagi asosiy rol ona balani rahbarlik Amina muallim bilan mening o'ynashimni belgiladi. Hozir Amina muallim o'z opamdek rol erishni o'rgatmoqda. Men o'zimni intayin baxtli his qilmoqdaman. Dada, siz bergan yiliq oyoqni kiyib, tunji qatim rasmiy sahnaga chiqqan chog'imda sizlarning yonimda bo'lishinglarga bakmi intizorman. Yana ailangni o'ylayapsan? Usulayqi? Nima degan chiroyli? Qani, Obdan keldimi? Ya Allah, bo'ldi. Oyog'ini ilib olaylik da'vatmaymiz. Nima qilsan? Dadam bu oyoqni hech kim ko'rsatma degandi. Nim bo'ldi? Qizlar. Mish vaqtcha uxlamay, nima ish qilyapsizlar? Muallim, Mayrana bu usul oyoqi rahmi chiroyli kepa qalbisak bo'lmagancha talishib qoldi. Sizning bitti. Ha, menimki. Bu oyoqni sizga kim bergan? Menga dadam bergandi. U menga boshqalarga ko'rsatma, rasmiy sahnaga chiqqaningda andin kelgin degan. Muallim, hamma ayb bizda. Ergizmi Mayradan ko'rmang. Onun oyoqini talashmasak bo'ladi. To'g'ri. Dam olish vaqtida intizom rioya qilinglar. Bo'ldi, yetib uxlanglar. Erta yana repetitsiya qilasizlar. Kazalık bilen kütken gün ahir yetkendi. Esimde kalışça atamı usul gitti. Bu işini birisinden eğitkensin mi? Lekin xuddi tushimdagidek. Kulağı esimde turdi. Atama yatırgan bo'lsaydi. Cho'qim Amina'ning o'xshagan bo'ladi. Qandoq dedim? Shundoq. Cho'qim shunga o'xshagan bo'ladi. Siz uni tanimsiz? Yo'q. Undaqda hozirgi ota-onangizchi? Ular meni o'z tanistek ko'rdi. Men ularga kamroq. Menimcha ular o'z ota-onamning ahvolini biladi. Biroq men ulardan so'rashni xohlamadim. Ular menga aytmadi. Bilib ketgan ota-onamni qalbimni saqlayman. Men hozir bir obdan cho'ng oldim. Nafisga ta'sir yetkazmaslik uchun qalbimdagi urg'ib turgan hayojonimni bosib, bu ahvolni hozircha unga aytmaslik qaroriga keldim. Demek başlığı operinin etişçe, rayonluk medeniyet nazareti, biz erti tanıgan joylardagi san'at tarmoqlarining vakillari kelib, o'yinimizni ko'rishga qo'shilib. Nayt yaxshi bo'pti. Shuni demansiz. Xotirjam bo'ling. U cho'qim muvaffaqiyat qozonadi. Yana o'mak boshlig'i
Ahmet akınımı uyun görüşke alayda teklif kıptı. Rostmi? Ha. Andaq pat arada onun bilan ko'rishadiganman-da. Davlat bayramiga bag'ishlangan cho'ng tipdagi opera to'lin ay hozir boshlanadi. Mayra, nöbet siz geldi. Siz bulam. Baldı, çıraylı hot gittiler. Mahira. Nəhayət yaxşı. Yoldaş Amine. Evet, gel. Hey, oq sahne chiqaylik. Ma'qul. Aka! Yaxshimisiz? Qadaraqsiz? Onu yaxshimi? Yaxshimisiz? Ozroq ishimiz bor, Mahira bilan ko'rishyapti. Bu... Uni chaqirib qo'ying, ko'rishyapsiz. Ma'qul. Chiroq qiling. Nima qilsa? Kirish olmaydi. Mahira, hozirda ketimiz. Xizmatingizga ta'sir etmasin. Men dadingizni qaytdi. O'z qo'lingiz bilan tashirib beradigan-da. Bo'ldi. Ta'sir ko'rsaydi. Bo'ldi.
Hayat genç. Mahire sizin kızınız. Burun men, onun mu sizge okşaş dert elem tatışının ensirep, onun ersiz boluşuğu yol koymagan. Mana emdi kara bulutlar tarkalıp, koyaş nuru çeçildi. Kızınız Mahire'ni tapşırıp elim. O mu kudret sizdek usulcu bop yetişip çıksa armınım yok.